Turmush o'rtog'im bilan bir necha yildan beri yashaymiz. U menga hamma narsa qilib beradi, shuncha narsa qilib beryapman, shukur qilmaysanmi deydi. Lekin o'rtamizda emotsional yaqinlik yo'q. Erim har doim qovog'i uyilgan, telefonining ichiga kirib ketgan, savol bersam ha yoki yo'q deydi. Umuman biz birga o'tirib gaplasha olmaymiz va men juda ham o'zimni yolg'iz, keraksiz his qilaman deb murojaat qilayotgan ayollar juda ham ko'p va ayollar bunaqa holatda bo'ldi. Bu erim bilan ajrashaman. Ehtimol boshqasiga desam u menga mehr beradi, sevgi beradi. Ehtimol anu bola qachondir o'sha bolaga tegganimda meni erimdan baxtliroq qilardi degan illyuziyalar bilan yashashadi. Lekin eng qizig'i siz ajrashganingiz bilan yana mana shunaqa sovuqqon erkakni psixikasi tanlaydi. Nima uchun? Chunki bu ssenariy. Aynan siz bolaligingizda sovuqqon ota-onadan mehr ola olmagan bo'lsangiz va qalbingizda bo'shliq bo'lsa va bu qizil chiroq yonib turgan bo'lsa, sizni psixikangiz emotsional issiq odamni ko'rmaydi. Faqatgina emotsional sovuq insonni ko'radi va siz qayta mana shu og'riqni his qilaverasiz. Lekin buni davolash orqali, bu ssenariyni o'zgartirish orqali va munosabat qilishni o'rganish orqali inson davolanadi va hozir va shu yerda baxtli bo'ladi. Agarda sizda ham mana shunday muammolar bo'lsa, men siz uchun ajoyib darslik tayyorlaganman. Izohlarda bil raqamini qoldiring va men sizga bepul darsligimni taqdim etaman.